Assalomu alaykum, Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, aziz yurtdoshlar, yana bir faizli xonadonga chiroyli qilib zakaz bo'yicha uzum toklarini olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring, o'rnatgan uzum tokimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz va xonadoniga shunaqangi uzum tok, temir naveslar, shumkali naveslar qildirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Aka-ukalar, ishlarimizga baho berasizlar. Albatta yoqsa bittadan like bosib qo'yishni unutmaysizlar. Uzum tokimiz razmer uzunasiga 28,5 metr bo'ldi. Eniga 5,5 metr razmerda bo'ldi. 100% profil temir mahsulotidan tayyorlandi. Tepasidagi har 50 cm ga tashlangan shadasidan tashqari hamma detali 1.7 lik stenali profildan foydalangan. Hurmatli yurtdoshlar, mana shu stoyka qismidan boshlasak, ko'rsatib o'tishni 8 ga 8 lik 1.7 lik stenali profilda bo'lgan va tagiga mana 1 metrlik chiroyli qilib juda ko'p yurtdoshlarimiz so'rashadi, tumbalarini qo'yib mana shu 2 metr qismiga uzun qilib gulpul taragani, dorpor sifatida foydalangani profil tortib berganmiz va burchak gullari, xorilari 2 lik listda lazerda gul o'ydirib chiroyli qilib ishlab berib qo'yilgan. Albatta juda ham chiroyli holatda chiqdi. O'zlaring ko'rib videoni oxirigacha ko'rsalaring, baho berasizlar. Va asosiy yuk ko'taradigan qismi bu uzum tokimizni mana ko'rishlaring mumkin. Har 1.20 cm danga tushgan oraliq masofasi. Tepalari 4 ga 4 lik, past 4 ga 2 lik profil qilib chiroyli qilib ishlab berganmiz. Tepadagi shada qismi 1.3 lik stenali profildan foydalanganmiz. Har 50 cm ga qo'yib chiqilgan. Bu uzum tokimiz общий summasi aziz yurtdoshlar kvadrat metri 240 ming so'mdan 36 million atrofida tushdi. Xudo xohlasa chiroyli qilib mokri asfalt svetga bo'yab kraskalarini ishlab berilgan. Aziz yurtdoshlar, shunaqangi xonadonlaringga uzum tok naves qildirish niyatida yurgan bo'lsalaring, ekran ostida nomerlarimizni qoldirib o'tamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa tanlagan fasondagi, istalgan dizayndagi temir tok, temir naves, shumkali naves zakaz bo'yicha O'zbekiston bo'ylab zakaz qabul qilib, tayyorlab ustanovkalarini qilib beramiz. Mana shu holatga ham bemalol xohlasa leksan, xohlasa ustiga shu faner tashlab, dov faner tashlab, orasiga steklovata tashlab, ustiga to'rlik tunuka qatirib, shumkali naves qilib, общий mana shu 160 kvadrat joyda yopib olsa ham bo'ladi. Juda ham bir agar usti yopilib ketsa, imkoniyat bo'lganda uyda egalari o'zlari yopib olamiz deyapti. Mana shu joylar chang to'zon bo'lmay, o'ta ham bir ideal holatga keladi. Imkoniyatdan kelib chiqib mana zakaz qilishganda, Xudo xohlasa joylariga chiroyli qilib ustanovkasini qildik. Hurmatli yurtdoshlar, albatta ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib, videolarimiz kengroq tarqalishi uchun oshna og'ayni do'stlarga podliska qilib qo'yishni unutmaysizlar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.